Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Hozir şöyle bir ustalar açılıp degan Kirop yo'li bu. Hammangiz tanigan. Bu yerda kollej. Kollejga yetmay burun shu yerdan shunday bir somsa hamma narsalar pishadigan ustalar açılıp. Ina bu ina Lelindan kelaveradigan Lelin yo'li. Hozir ko'rib tanishib chiqamiz. Navlari bor. Yaxsa kelaverasizlar. Amin baydasım navla var ekan bu yerda. Qassobxonam shu yerda o'xshaydi ha? Ay zo'r yani. Abdulabon tanıdık ama yaratdı shuncha ustachilik etdi. Qana go'shtlarni ko'raylik qana. Qassobxona emas, sveji berdi. O'zidan. Ha. Yana xaladeslari bor ekan. Hamma narsasi bor ekan yana. Go'sht necha so'mdan bo'lib turibdi usta? 105 dan mi? O'giz go'shti. Ajoyib. Buni u tayyorlab qo'yganingiz. Bu hasb. Ha, hasbim bor ha. Hasb necha so'mdan bu? 60 ming so'mdan. Xolodesini. Kilosi 60 ming so'm. Ha, kilosi. Xoladesingiz necha so'm? Xolodesini ham 60 dan. Bular 60 dan. Suyu so'yiladi, toza tuzaladi. Balla uzatadi o'zini balla. Ha, hech narsa zayi bo'lmaydi, hammani tayyorlab. Ha, suv yo'q, yana tuzasiz xolodesi. Ha, tayyoramiz bor ekan xolades. Yana endi bu yoqda stolovayda nima bor? Stolovaylar ham ochibsizlar. Samoyda shashlik bor, qanatmacha bor, yilk sho'rva. Azat patalan kelmadimi? Baliqlarni ko'raylik qana men boy do'stim. Balıklar ham jilli balık, o'ta katta balık. Baliqlar necha so'mdan ekan endi bu? Kilo baliqlar. Mana pulsiz keldim, bir tepib olgandim. Ha, 3 kilo, 3,5 kilo chiqadi baliqlar ha. Bu sazan balık necha so'm? Sazan balıqlar 85 dan. 85 dan ha. Pishirib berganingiz. Ha, yana sazan baliqlari bor ekan. Yine balık necha balık edi bu? Oq baliqlar necha so'm? 60 dan. Ha, 60 2 dan. kilo, 2 kilo, 2,5 kilo balık. Azat kim? Yine adam ko'p. Zo'r bo'lganga. Somsalar necha so'mdan? 15 ming so'm. 15 ming so'm. Katta somsa. Somsalarimiz bormi shu yerda bir yarmi ko'rsatib bersak? Qamadimi? Ha. Ha, somsa qamabmi? Ha, shu yaxshi bo'lsa bir qamaydi axir, to'g'rimi men boy do'stim? Ha. Somsa yaxshi bo'lmi? Somsasam yaxshi balık. Otchi Sahani balası dahshat pishiradi. 15 dan dedingizmi shunda? Otchi, sutchi, hazine men bajaramam. Somsa edi. Ya bize şöyleyimiz pastanede. Yine ichkarlardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hamma sharoitlar var. Yine xonalari. Azxonalarni odam o'tirib ekan emas. Ha, adresi shu. Yine bizlar ham jo'ralardan kelib o'tirib somsalarni yedik, ajoyib yine. Yine bemalol kelaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yamiz.